Sirdaryoda abukamga shart mashqxonada hozir 10 ta prisidaniya qilasiz. Umuman muammo. Ustingizga men chiqib olgan bo'laman. Davay. Qarang, meni tushirib yorsangiz yoki menga zarar yetkazsangiz, yutqizgan hisoblanasiz. Davay. 5 ta. 10 ta, 5 ta. 10 ta. Hop. 1. Voy. 05 u bu. Sonim katta, oxirigacha o'tira olmayman-ku. Men tushsam o'tira olasizmi oxirigacha? Bilmayman. O'tira olasizmi? Bo'ptani, ketdi. Ana bir. 2. 3. Abukat. Voy. Asa, vaqtda. O'zini men chiqdi. Azim akamni chiqarib yormaymanmi? Kim birinchi tush o'ynaymizmi? Ketdimi? Yo. Ketdimi? Mendan ko'ra siz yomon o'yin qilasiz, bilasiz? Boshingizga tushaman, ko'tim bilan. Qarasan, balandasan. Boshingiz bachoq bo'ladi. Shamolga qarshi kurashyapman. To'xtatasizmi? O'zim to'xtatmayman. Qara, shu 4 ta Azim akam chiqadi ustingizga. Yo'q. Men qo'rqyapman, Voy, men o'zim chiqib oldim. Ahmoqga o'xshab. Siqilamiz. Aka. Hop, ikkita qoldi. Xohlasangiz to'xtating, yutqizdim devoring. Yo'q. Aka, sen o'rgan qolding. Aka. Men to'xtatmayman, sen chidab ber bo'l. Voy, svet o'chdi. O'sha aka bexosiyatlik boshlandi, aka. Ketdi. Dakarsi. Aka, ketib qol. Aka. Men quvvatuvdim. Komment yozinglar, bu muvozanat tushomadi-ku, to'g'rimi? Aka, siz qaltiradingiz, oyog'ingiz mana bunaqa bo'lib ketdi. Mana yozishdim bo'pti. Bajara olmadingiz. Voy, yozinglar iltimos.